Assalomu alaykum, darsimiz qatnashchilari. Bugungi mavzumiz Reading Challenge 1 kitobining 4-uniti bo'ladi, ya'ni How did those get in there degan artikel tarjima qilamiz. Boshladik. Birinchi mashqda davomidagi 6 ta gap, sinonimlar va to'g'risini topishimiz kerak. Normal degani odatiy hol yoki odatda degani. Bunda to'g'ri javob regular yoki like yo'li to'g'ri keladi, F bo'ladi. Activity degani faoliyat, biror ish harakat yoki symptomga to'g'ri keladi. Uchinchisi benefit ya'ni foyda. Foyda degani help, B ga to'g'ri kelishi mumkin. Produce degani ishlab chiqarish, noto'g'ri make, yasamoq, yaratmoqqa to'g'ri kelishi mumkin. Relax dam olmoq, xotirjamlanish degani. Bunda to'g'ri javob feel stress or pressure, o'zini kam stress yoki bosimsiz his qilish. Reduce degani kamaytirmoq degani make less or louder to'g'ri kelar ekan. Xo'p, matnga o'tamiz. A young actress is about to go onto the stage. Yosh aktrisa sahnaga chiqish arafasida. About to degani arafasida degani. As she waits by the side of the stage, she looks nervous. U sahnani yonida kutib turganida nervous ya'ni asabiy ko'rinyapti, deyapti. You might hear whisper to her friend, I got butterflies in my stomach. Siz uni do'stiga qarab turib, oshqozonimda kapalalar bor degani eshitishingiz mumkin. Whisper degani pichirlamoq degani. Butterflies in our stomach qanaqa qilib kapalalar uni oshqozoniga tushib qolgan. The feeling of butterflies comes from chemicals produced by the body in stressful situations. Kapalalar tuyg'usi qachonki tana stress holatlariga tushib qolganda ishlab chiqariladi. One chemical that the body makes under stress is cortisol. Tanani o'sha stressga tushishga sababchi bo'lgan bitta modda bu kortizoldir deyapti. This chemical benefits the body in normal situations. Bu kimyoviy modda tanaga odatiy hollarda yordam beradi. In fact, it helps the body start normal activities in the morning after waking up. In fact degani aslida bu tanaga qachonki uyg'onganingizdan keyin odatiy harakatlar qilishingizga, boshlashingizga yordam beradi. It also plays a role in helping the body and mind respond to well and healthy exercise. U shuningdek, tanaga yordam berishda katta rol o'ynaydi va miyaga sog'lom mashq qilishga javob beradi. However, when the body is under stress, extra cortisol begins to affect stomach. Qachonki oshiqcha tana shu stressda bo'lganda oshiqcha kortizol ajralib chiqishni boshlaydi va oshqozonga ta'sir qiladi. For some people, cortisol shuts down the stomach, producing the funny feeling of butterflies. Ba'zi odamlar uchun deyapti, kortizol sizni oshqozoningizni to'xtatib qo'yishi mumkin va kapilyalar kulgili shu hissiyotini ishlab chiqaradi. For others, boshqalar uchun cortisol speeds up the way the stomach works, which makes these people feel sick. Boshqalar uchun bo'lsa kortizol oshqozonni ishlashni tezlashtiradi, speed up tezlashtirmoq, qaysiki kasal odamlarni his qildiradi. All you need to do to get rid of butterflies in the stomach is just relax. Siz agar shu kapalalardan qutulmoqchi bo'lsangiz, shunchaki dam oling deyapti. Laughing with or talking to others about your stress and can help reduce it. Kulishing, gaplashing boshqalar bilan stress haqida gapiring va bu stressni kamaytiradi. Stepping out onto the stage will also help those butterflies fly away. Sahnaga qadam qo'yishingiz o'ziyoq shu kapalalarni uchib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, azizlar, reading comprehensionga o'tamiz. What's the main idea of this reading? Hikoyani asosiy g'oyasi nimada? A new kind of medicine called cortisol. Yangi turdagi meditsina kortizol deb ataladi. Bu umuman noto'g'ri ma'lumot. Bida aytyapti, an illness that nervous people get. Asabiy odamlar chalinishi mumkin bo'lgan kasallik. Umuman bu noto'g'ri. The cause of butterflies in the stomach. Oshqozondagi kapillar sababi. To'g'ri javob shu bo'ladi. Chunki yuqorida biz qanaqa qilib shu kapillarni kelib olish haqida artikel tarjima qildik. Bida aytyapti, the stress that actors have. Aktyorlarda bor stress. Bu umuman noto'g'ri ma'lumot ekan. Xo'p, keyingisi according to the reading, what's not true about cortisol? Ma'lumotga, ya'ni o'sha matnga ko'ra kortizol haqida qaysi javob noto'g'ri? Aytyapti, in small amounts it benefits the body.
qisqa miqdorda u tanaga yordam beradi. Bu umuman noto'g'ri narsa. To'g'ri narsa, ya'ni qarama-qarshi ma'lumot kerak bizga. Bu yerda aytayapti, it can shut down the stomach. U oshqozon o'chirib qo'yishi mumkin. Bu narsa matnda bor. It's found many kinds of food. U juda ko'p ovqatlarda uchraydi. Bu umuman noto'g'ri ma'lumot. To'g'ri javob mana shu bo'ladi, chunki kortizol tanadan ajralib chiqadi, ovqatdan emas. Bu yerda aytayaptiki, it's produced by the body. Bu tana tomonidan ajralib chiqiladi. Hop. Uchinchisi, what helps a body respond well to exercise? Tanani yaxshiroq jismoniy tarbiya mashqlarini qilishi nima yordam beradi dedi. E'da aytayapti, butterflies, kapalaklar, bu yerda kortizol, C-da stomach ache, to'rda stress. Bunda to'g'ri javob B bo'ladi. Shu kortizol miyaga va tanaga yordam beradi mashq qilish uchun. To'rda aytayapti, according to the passage, what makes some people feel sick? Matnga ko'ra, shu odamlar o'zini kasal his qilishiga nima sabab bo'ladi? E'da aytayapti, when situations return to normal. Qachonki holatlar normallikka qaytganda, B'da when the stomach shuts down. Qachonki oshqozon o'chib qolganda, C'da when the stomach works too fast. D'da when there's too little cortisol. Qachonki kortizol juda ham kamayib ketsa. Bunda to'g'ri javobimiz C bo'ladi. Qachonki oshqozon tez ishlasa, odamlar o'zini kasal his qilishi mumkin. 5da aytayapti, which may help a person get over butterflies in the stomach. Qaysi yo'l odamlarga shu stomach oshqozoniga kapalaklarni olib kelishiga sabab bo'ladi? E'da aytayapti, doing the thing that makes him her nervous. O'zini asabiylashtiradigan birorta ish qilsa, kapalaklar kelib qolishi mumkin ekan. Not talking while the butterflies are there. Qachonki oshqozonda kapalaklar bo'lganda gapirmaydi deyapti. Bu noto'g'ri ma'lumot. Shutting down his or her stomach for some time. Uni oshqozonini bir necha vaqtga o'chirib qo'yadi. Bu noto'g'ri narsa. Taking a small amount of cortisol. Kortizolni ozgina miqdorda iste'mol qilish. Xo'p. Idiomalarga o'tamiz. Play a role in degani asosiy qismi bo'lish, biror nimani shut down, to'xtatib qo'yish yoki o'chirish, get rid of, qochib qutulish yoki umuman foydalanmay qo'yish. Birinchi gapda, the code is old and torn. Why don't you eat something? Bu palto juda ham eski va yirtilib ketgan. Nimaga sen uni bir nima qilib olmayapsan? Bunda to'g'ri javob get rid of bo'ladi. Nima tashib yubormayapsan degan javob olyapmiz. How much does like the success of an artist's career? Omad qanchalik artistni karyerasi muvaffaqiyatida nimadir qildi? Bunda to'g'ri javob play role bo'ladi, asosiy rol o'ynagan. Uchinchisi, when you are finished working, please the computer. Qachonki ishing tugatgandan keyin iltimos kompyuterda nima qilib qo'y? Shut down, o'chirib qo'y. Xo'p. Aslan endi summary-ga o'tamiz. When a person is under some stress, his or her body may choose the stress by making too much cortisol. Qachonki odam stress ostida bo'lganda, uni tanasi stressga juda ko'p kortizol ishlatib nimadir qilar ekan. Bunda to'g'ri javob respond bilan javob beradi. Kortizol ishlab chiqaradi va shu holatga u javob beradigan bo'lyapti. This chemical benefits the body in many ways in situations. Bu ximikat, o'sha kimyoviy modda tanaga yordam beradi ko'p yo'llarda, qanaqa holatlarda? In normal situations, normal holatlarda yordam beradi. However, if the body, shunga qaramasdan agar tana juda ham ko'p kortizolni nima qilsa, produce, ya'ni ishlab chiqarsa, produces lot of extra cortisol, the cortisol may person's stomach. Odamning oshqozoniga nima qilishi mumkin kortizol? O'chirib qo'yishi mumkin. May shut down the person's stomach. Oshqozonni o'chirib qo'yishi mumkin. This can make people feel like they have a butterflies in their stomach bo'lyapti. Oxirgisiga butterflies ni olyapmiz. Xo'p. Endi azizlar speakingga o'tamiz. What give me butterflies? Bu holda siz bitta nima qilishingiz kerak? Birorta o'zingizni hayajonga tushirgan yoki asabiylashishga sabab bo'lgan matn haqida yozib ketasiz. Matn yozasiz demoqchi edim. Bunda nima qilasiz? Birinchisida when was time that you got butterflies in your stomach? Birinchi marta shu o'zingiz hayajonlanganingizda qachon bo'lgan deyapti. What did you do in order to calm or relax yourself? O'zingizni tinchlantirish maqsadida nima qilgansiz o'shanda? How well did that work? Bu qanchalik yaxshi ishlagan?
What happened in the situation? O'sha holatda nima bo'lgan? Agar xohlasalaring, kommentariyaga yozib ketsalaring bo'ladi. Hop, testga o'tamiz. Had to take some time off from work because all of them was making him sick. U ishidan tanaffus oldi chunki barcha nimadirlar uni kasal qilayotgandi. Activity, faoliyat bo'lmaydi. Chemical, ximikatlar bo'lmaydi. Exercise bo'lmaydi. Stress bo'ladi, to'g'ri javob, chunki u stressdan kasal bo'layotgandi. In some cultures, you should not ask questions such as person's age. Ba'zi madaniyatlarda siz so'rashingiz kerak emas, qanaqadir savollarda, xususan odamning yoshiga o'xshagan. International xalqaro savollar bo'lmaydi. Normal questions bu to'g'ri kelmaydi. Personal, mana shu to'g'ri keladi, shaxsiy degan personal. Shaxsiy savollarni so'ralmaysiz. Tropical degan tropik savollar bo'lmaydi. Uchinchisida, many patients will from the new treatment. Ko'plab bemorlar yangi muolajadan nima qilishdi? Benefit, foyda ko'rishdi, decide, qaror qilishdi, occur, sodir bo'ldi, produce, ishlab chiqildi. Bunda to'g'ri javob benefit bo'ladi, ya'ni foyda ko'rishdi. Sometimes it takes several months or even a year before new technology really nimadir. Ba'zi paytda deyapti, yangi texnologiya rostdan ham nimadir bo'lib ketishi uchun bir necha oy yoki yillar talab qilishi mumkin. Catches on, ommalashib ketish, finds out, topiladi, shuts down, o'chirib qo'yish uchun, speeds up, tezlashishi uchun. Bunda to'g'ri javob catches on bo'ladi, ya'ni ommalashib ketish uchun. 5 aytayapti, the company plans to a new diet call in early next year. Kompaniya reja qilyapti yangi o'sha dieta parhezbop kollarni keyingi yilga nima qilishga, detect aniqlashga, introduce taqdim qilishga, relax dam oldirishga, respond javob berishga. Bunda to'g'ri javob introduce bo'ladi, ya'ni tanishtirishga harakat qilyapti, rejalashtiryapti. 6. We should try to the amount of electricity we use every month. Biz har oyda foydalanib turgan elektrimizni nimadir qilishimiz kerak ekan. Create, yaratishimiz kerak, include, o'z ichiga oldirishimiz kerak, reduce, kamaytirishimiz kerak, test, ta'mini bilishimiz kerak. Bunda eng to'g'ri javob C bo'ladi, reduce, ya'ni kamaytirishimiz kerak elektr miqdorini deyapti. 7 o'qiymiz. Your cheeks are red and you're sweating. Are you? Sani yanoqlaring qizarib ketgan va sen terlayapsan. Sen qanaqasan hozir? Fantasticsan, nervous, asabiysan, unique, yagonasan, yo'lsa boysan. Bunda to'g'ri javob B bo'ladi. Sen asabiylashib ketgansan hozir bo'ladi. 8. The jar says that the skin can help produce lines around your eyes. Xo'p, bu jar aytadiki, bu teri nimadir? Ko'zning atrofidagi lines, ajinlar kamayishiga sabab bo'ladi. Demak, bizga ot kerak. Skin relaxer, ya'ni B javob to'g'ri bo'ladi. 9. Next weekend the store will sell all of its furniture at prices. Keyingi hafta bu do'kon o'zini mebellarini qanaqadir narxda sotar ekan. Ya'ni kamaytirilgan narxda. Nima qilingan? Kamaytirilgan. Demak, fe'l kerak bo'ladi bizga. Reduced bo'ladi, chunki o'tgan zamon holati. The new program has lot of old program. Yangi dasturni juda ham ko'p nimasidir bor ekan, eskisiga qaraganda foydalari bo'ladi. The new program has lot of benefits old program bo'lar ekan.